G'oyib bo'lganlardan biri Olimjon Hiloji. U 1992-yili Qashqar 5 Kiramda tug'ilgan. U 2009-yili Urumchidagi bir shirkatda qo'g'dash xizmati ishlayotgan bo'lib, 7-oyning 10-kuni ish o'rnidan tutib ketilgan. Telefon qildi, bal ishlatgan jurnalistchi. Shuna bizlar barliq basaq jibarchilik qo'nganning vaqti, men ishni chekmakka ishlam kiribdimi balam bor deb kirsam balam yo'q, liq qo'nganning yig'ib olaydi sizningki. Qurollikka ular aqamga yondim. Endi to'tirab qolsaq bali yo'q. O'g'lingiz bilan shu billa kamerada yotgan odamlardan uchuringiz bo'ldimi? Ya ondan uçurum bo'lmadi bizga. Çünkü bal tutgan kun kechda, saat kechda 9 bilan ayu alayda qismni o'chir, takin kelganlar bizga uch mashina keldi. Kechida balni saat 6 tutib ketdi, saat 9 bilan bizga oy keldi. Hep shuna ishkin cheksa kirgan kunda qarsak alayda qismnikiga qurollar ketdi. Bizim Qur'on tanlab turgan albatta odatda shukurga ish xansa ketdi. Qarsak shuna olimning oyig'ini ana lekinde Atada aşağıda diğer taraf ayırmaklarım apasan çıkışsal ayakları sınırda tep halta serip ekepti. Hansı sakçı alaydım sınırdan kuralmışlar bir şunu sağlap durdu. Ayakını kâga vakti da açıda bir şu balan tutup ekepti de balandan şu canlıysa bir harak kıldı. İkincisi kestem de balanın ayağı bağımı de ayağı geldi. En ondan başka bir geçkanında bir andak ya balan falan ya turmuda ya falan ya tutturuluk. Şunu ya geçkanında bir gepimdi. Onda biz uçur getkizgen ya bir tabımıza bir taksirep geçkanında bir hava yok anda azak. G'oyiblardan yana biri Mehmet Barat. U 84-yili Qarqash nayisida tug'ilgan. Mehmet Barat 5-iyul voqeasidan bir kun keyin Urumchi Xejasanda o'ltirishli qorosidan 15 qo'shnisi bilan birlikda tutib ketilgan. Buna Allah'ı taksirden bir Uyg'ur, bir Fransız taksirden ödleş ketken. Bir qoroda 15 aile vardı. 15 ailenin hemini ketken. 15 aile 15 yerden ketken. Ölçüden. 15 yılından 14'e çıktı. 14'den 6 bir ayda en kendi 8 aydan çıktı. Sizin oğlunuzla undaqdaş 14'te ko'rgan biz ko'rdik deganlar bormi shu qamoqxonada? Ha, bor ko'rganlar. Urumchi shaharda Ulanbay qamoqxonada ko'ribgan. Hurmatli radio anglag'uchilar, hozirgacha bo'lgan egallashlarimizda g'oyib bo'lganlardan 42 kishining ismligi ma'lum bo'ldi. Bularning ichida 22 nafarining kimliklari to'liq oydinlashdi. To'liqsiz va g'ayri rasmiy ma'lumotlardan qaraganda g'oyib bo'lganlar umumiy sonining 300 dan ortiq ekanligi ma'lum. Ammo aniq son yanada ma'lum emas. Biz g'oyiblar oila tavobatlarining yaqinqi ahvollarini, bo'libmi doiralarning ularga tutayotgan pozitsiyasi haqida ma'lumot egallash uchun bir qism oilalarga telefon qildik. Hozir qadar sizni bu nimadan mayli saqchidan izlab kelganlar yoki hukumatdan izlab kelganlar bo'ldimi bo'lmadimi? Ya qaytanda yadini izlab kelmadi. Ya ikkimiz ko'rishgandan boshlab unda izlab kelganlar bo'lmadi, shundaqmi? Yo'q, Şu anda bu yaqinlayog'i sizni bizil ko'rishganda ekan, sizni so'rab, izlab avar qildi ashli bo'lmaganda, bu kim bilan ko'rishdan nima deydigan deb. Bunda avar qilgan ish bo'lmadi. Tuniga kelganchi yillarni taqlab to'sona kirib kelgan. Sabab kesek deb kilometrlik bor. Bizim ökirde 15 minutlik vaqtda sabab işte. Bu qanda aval qachon kelgan telefon necha qatim keldi. Deb shuni so'rabdi, men telefon olib 6 qatim keldi. Qanda so'zni qildi. Qanda so'zni qildi shu bolaning yo'qligini tutib ketganligiga ta'kid kishi itiraf qildi. Biz bunda javob bermadi. Deb yo'lda siz javob bermadi ama sizlar sizga degan gapimiz yo'q. Shuni desa bunda shunday gapga chiqib, qarashtirma toqat ko'rsatdim. Telefon kelsa xabar qilib turadi. Xabar qilmaymiz biz. Telefonni qoldirib qo'yaman. Ishimni telefonni ochib dedim shunday dedim. Burun bo'lat qashlar bizdan davomishni qilsak, kelib tahdid soldigan, sanksiya bilan so'zlashdan, degandek bo'lginchilar bilan ko'rishdan deydiganlar va chat el bilan ko'rishdan, muxbirlar bilan ko'rishdan deydi, uni deb bunda da shunaqa tahdid solgan ishlar bo'ladi. Fatimada deb ketirlik bo'lsa, vaqti sizlar millatlarni qarindishini izzat obro'yini qilmagan ekan. Ketirlik olsin izzat obro'yimizni qilib o'tdi. Hanim bo'lsa rahmat sizlar o'zimga rahmat aytma. O'zimizni qarindish o'zimizni izlamagan ekan, avalimiz yetmagan ekan. Shu bo'lsin Allohimiz yetibdi deb Fatima shunday deb qo'yib qo'ydi. Endi men kuniga Guantanamo borgan deganda Guantanamo borsam aniq bir ayol vardı, aniq nima yo'q ekanda. Yana bir adam bu yana ketgan odam ondan gap qildi. Mehmet Toy degan bir sifatda kirib qanday bizning ishlarimizni bir xabar bormi yo'qmi deb desam, qafi ishdim shunday dedi. Unda bilmagan bir qoldi, shivoni ishi bo'lsa, Amerikada yankaga biz vaqt ekanmiz. Mehmet Toy bilan ayol biz yuqori yo'lda yuqorida xarakatini qilamiz. Mehmet Toy Xalakat şimdi ben doktordan şuna doktorsan iş qilgan edi baba dedim ben. Sen bu yerda xizmat qilib tursan. Manda o'rni o'tib eski to'p kichik bataqal. Chiqet o'rindan.
Sen meni diyorgan sen de halkının onda bulavatkanlığından müşkün kalıtımız biz. Ya bir şey yapsam tılmava ağzımızın dedi. Ben sen odandan koydan varsa Sovya'yı sola mine. Ve deyme kadar gitsin barma. Hep işlemegen diken milletin kardeşinin izzet abro yetmegen diken. Ya başkanга ayının kadar sen başkuru bakkan. Sen oradan kopap çıkıp da ayal. Sen kapımdan bizme Keçerlende. Ya bu ayağı şunda bize aydan en son yazında kulaklı beklerseniz bu yollasak. En önemlisi bu abi marka yetkiliyle çekken. Yani bağmakçıdır. Ya undaqda bu Abdunumur aylık saqçı nazaratining arziyat ishxonasiga berib so'zlashgan gapinglarmi bu? Ama çünkü şunda dedim ben Abdunaylık arışka yetkiliyle. Eğitigenlikte hem de bizge bağmakçılık bizge bağımlılık emmeyle çıkıp falan bulgan diken. Eğitigenlikte biz dere bende bir şununla görüşmesine. Emmeyle. Hamman olgan chaqda Urumchidagi bolalari urug'tiqanlar g'oyib bo'lib ketgan oilalar birga bormoqchimisizlar hatta? Biz hozir shu bilishliqlar 8 o'ylan bor e'tigelik bormoqchi birga. Sizlar Fatihguldan boshqa yana boshqalarni izlab haqli ko'rishyapsa bu ahvolni boshqalar deb avarqiga ishlar boshqalar bo'ldimi bo'lmadimi? Oldinmi, oldinmi? Hozircha shu Fatihgullar ishkelarni qattiqroq kontrol qilinglar. Ammo sizlar Ağalarga gap so'z yo'q. Shuna qilib so'zlashayotgan hozir sizlar bir hafta bo'lib qoldimi? 10 kun bo'ldimi? 10 kun. 10 kunning ichida sizni kelib izlab avar qildigan odam bo'lmadi tehi. Shundaqmi? Yo'q. Bo'ldi, amsa Fatihgul xonim, amsa men yana telefon qilaman. Allah rahmet qilsin. Yana ko'rishamiz. Gapimni angladingiz. G'ayrat qiling. Sizmi rozi bo'ling? Sizdan kutilgan bir nimam bor, telefon bor. Sizni jiq so'rdim, jiq gap soldim. Bu ishning natijasi hammamiz yaxshi bo'lishini, o'ngishli bo'lishini kutamiz. Bir foydasi bo'lsin. Ba'zida kichik bir sababmi, cho'ng ishlarga sabab bo'lib qoldi. Shu umidimiz, mush ishning bir haqning haq bo'lib o'tirib chiqishi. Bo'lmay qolib qolsa, sizmi rozi bo'ling? Ammo men buningki mush ishning bir natijasi chiqish orliqda davomli sizni izlab turaman. Rahmat. Allah rahmet qilsin. Men rozi. Ma'qul, bo'ldi. Rozi bo'lsin. Bo'ldi, xo'sh. Allah amanet. Hurmatli radio angluvchilar, yuqorqi oilalar so'zlarining oxirida o'zlarining 3 yildan beri Xitoy Kompartiyasi va hukumatiga ishinib kelganligini, shunga g'oyiblar masalasini surishti qilishda sabrchan bo'lganligini, yilimi adolatdan taltikus umid uzmaganligini, shunga oila a'zolarini izlashni buningdan keyinmi qonuniy yo'llar bilan davomlash